Bu massajli kresloni umuman sotib olmaysiz. Sababini hozir tushuntirib beraman. Xo'p, akalar, bu massajli kresloimiz Adix brendidan Milan degan modeli bo'ladi. Bu massajli kresloimiz ranglari maloshniy bilan bronza kombinatsiya bo'lgan bo'lar ekan. Massajli kresloimiz 6 ta formatda massaj qiladi va bu massajli kresloimizda, ya'ni odamni haligi skaner qilib moslashadi deb eshitdim. Buni ham sinab ko'ramiz hozirlar bilan. Chiqib ko'ramiz. Bismillah. O'zi boshladi akalar. Shu setlarimiz. Men har bitta klientga tavsiya qilishdan oldin men o'zimni sinab ko'rib, kelgan klientlarga maslahat beraman. Ya'ni komfort xohlaganlarga, menga mana shunaqa eng kuchlisi va eng zo'rroq kerak deganlarga mana shuni tavsiya qilaman. Mana o'sha kamera olib ketsangiz ham bo'laveradi. O'sha skaner qilyapti mana. Skaner qilyapti. Skaner qilib bo'lgandan keyin tablo avtomatik o'chib qoladi bunda. Hali massaj boshlaman, mana o'chdi. Voy. Jon rohati-yu bu. Uy. Men hali bu massajli kresloga bunaqa massajli kreslo hali chiqib ko'rmaganman akalar. Buni ta'riflaydigan bo'lsak, buni alohida o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Mana shu oyog'ida, imini oyoq qismida alohida mana shunaqa borib keladigan massajning funksiyalarigacha ham bor ekan. Vibratsiyalari bor qo'shimchasiga, orqada ham, oldida ham, oyoqda ham. Bu ham issani ham, bu hozir isitishi ham qo'yib qo'ygan. Ya'ni o'zi bilib turibdi, tanam o'zi muzda, chunki hozir konditsionerdan chiqdim. Orqalar o'ta go'zal massaj qilyapti. Havo kompressorlari ham zo'r qisib berar ekan. Buni yana qo'shimcha funksiyasiga kiradigan narsasi kolonkalaridan ovoz eshitilar ekan, yoqimli musiqa eshitilar ekan. Ya'ni tabiatda, sohil bo'yida, haligi qushlarda, chaqaloqlarda hali ovozi eshitilar ekan bunda. Bu ham bitta zo'r funksiyaga kiradi deb o'ylayman buni. Voy. Xo'p, akalar, buni hozir boya aytganimning musiqasi ham juda cho'tki. Mana hozirlar kamerani, mikrofonda eshitiraman. Agar yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, juda zo'r musiqa. Haligi Meresa buni YouTube'larda, Instagram'da chiqargan musiqa emas bu. Bu zavodskoy musiqa bo'ladi. Живой bo'ladi hammasi. Bu cho'tki. To'g'risi menga juda yoqdi bu massajli kreslo. Xo'p, akalar, buni funksiyalariga keladigan bo'lsa, buni ikki xil turdagi funksiyalari bor ekan. Ya'ni birinchisi uxlatuvchi funksiyasi, ya'ni har xil funksiyalari bor ekan. Ya'ni oddiy yoga sifatida bo'yinlarni qiladiganlari ham bor ekan. Men yurakcha chiqarib qo'ydim, lekin yurakchasi nimaligini bilmadim. O'sha yurakchasiga qo'yib ko'ramiz. Ovozlar ham o'zgardi bu yerda hozir. Muzika ham boshqachasiga o'zgardi. Bu lekin sal siqibroq massaj qilar ekan, ya'ni mana bu havo kompressiyarini ko'proq siqar ekan. Xo'p, yana bir turiga qo'yib ko'ramiz. Bu uxlatuvchi, ya'ni imini uxlash uchun moslashtirilgan funksiya ekan. Hozir aytish bo'yicha. Ya'ni bunda hozir ko'ramiz qanaqa massaj qilar ekan. Bu yotib turibdi, ya'ni belanchikka o'xshatib, uxlatib massaj qilar ekan endi bu. Mana hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, borib tushib, ya'ni qat'iy yotyapti, ya'ni zero gravity, ya'ni 0 gravitatsiyagacha yotyapti bu hozir. Ya'ni butunlay yotkizyapti-da mana. Ya'ni qaytaryapti buni hozir. Bu ham juda zo'r funksiyalarning biriga kiradi. Bu ancha-muncha kresloda yo'q. Bu men tan olaman, shu paytga men shu kresloga sotayotgan bo'lsam, bironta kresloda hech ko'rmaganman bunaqa funksiya, ko'p funksiya borligini. Bunda 12 ta funksiya bor ekan, 12 ta rejim bor ekan. Ya'ni 8 tasi uxlatuvchi va 4 tasi tetiklashtiruvchi bo'lar ekan.
Ya'ni ertalab uyqudan turgan paytingizda, uyqusirab yurgan paytingizda shuna bitta o'tirasiz ekanda, где-то bir 5 minutlarda mana shu uyqungizni ochib yuboradigan darajada massaj qilar ekan. Yana shunaqa vibratsiyalar beradi, yana qanaqadir massajlar qiladi. Ularni ham hozir birma-bir ko'rsatib o'taman. Xo'p. Xo'p, bu yerda ko'rishinglar mumkin. Mana kamera olib yaqinroq kelsangiz, bu yerda ko'p o'tiradiganlarda, imенно ko'p o'tiradiganlarning anaqasi bor ekan, ya'ni rejim bor ekan. Buni bitta bosib ko'ramiz. Ya'ni ko'proq qaysi qismni qilar ekan, ko'ramiz hozir. Oyog'im mahkam qisib oldi hozir. O'ta qattiq qisdi hozir. To'g'risi. Vibratsiya qo'shimcha istar ekan bu oyoq o'zini ham. Qattiq istar ekan bu hozir. Yoki menga shunaqa tuyulyaptimi? Chunki hozir bel qismim bilan orqa qismlarim bilan, men oyoq qismim, boldir qismlarim juda isib ketdi hozir. Ko'proq mana bu yerdan ko'rsatib o'tyapti. Ko'proq bel qism va do'ng'iza qismlarni massaj qilar ekan bu yerda. Xo'p, yana bir funksiyamiz bor ekan, ya'ni tetiklashtirish anaqa rejimda yelka, bo'yinlarni qiladigan funksiya. Buni ham bir bosib ko'ramiz. Ujmani ko'rayotgan bo'lsanglar, havo kompressorlari yelkalarimizni siqishni boshladi. O'sha oyog'imdagi vibratsiyalar tezlashib boshladi. O'zi ko'rayotgan bo'lsa, xo'p, akalar hozirlarga aytib o'tadigan narsalarim, bundan qanaqa emotsiya oldim va sizlarga bo'lgan fikrimni, kimlarga tavsiya qilishimni hozir aytib o'taman. Birinchi o'rinda bundan olgan emotsiyalarim qanaqa bo'ldi? Bunda emotsiya olgan narsalardan bittasi bu funksiyalar ko'pligidan bo'ldi. Bu juda zo'r emotsiyaga kiradi. Ya'ni buni funksiyalar ko'pligining sababi bunda uxlash rejimi va tetiklashtiruvchi rejimlar bor ekan. Ya'ni ishdan charchab kelgan paytingizda shundan kelasiz, 20 minut o'zi avtomatik boshlaydi, 20 minutdan keyin o'zi o'chadi. Undan keyin vaqtlarni qo'shib yuborsangiz ham bo'laveradi. Bunda ya'ni orqa qismlar isitadiganlar, oyoqda isitadiganlar ham bor ekan. Bu aynan mana shu oyog'ida varikozlar bor odamlar, ya'ni yoshi katta insonlarga ko'proq tavsiya qilaman. Bu ko'proq isitadi, ko'proq massaj qiladi va nima desam bo'lar ekan? Ishdan keyin charchoqlar oldini oladi. Charchalar umuman chiqarib yuboradi. Ertalabda sizlarga zo'r kayfiyat berish uchun ham mana shuni sizlarga tavsiya qilaveraman akalar. Xo'p, akalar, massaj kreslo haqida ma'lumotlar to'liq berib o'tdim. Endi aka buni kimlarga tavsiya qilaman? Buni ko'proq yoshi katta insonlarga hamda mana shu ko'p ishlaydigan, ya'ni charchoq, stress yuradigan odamlarga juda ko'p tavsiya qilaman. Chunki massaj qilishlari ham shu boshqacha charchag'i bor odam charchag'ini chiqaradi. Ertalabda shu bodri qilib bergan darajada, haligi yetarlicha massaj qilib bera oladi. Xo'p, akalar, endi massaj kresloyimizni biz do'konimizga kelib, Dinamo Sport do'konimizga kelib, bemalol sinab ko'rib olsanglar bo'ladi. Yana qo'shimcha ma'lumotlar uchun shu pastdagi nomerlar aloqaga chiqib olasizlar.